25-mart kuni barcha hududlarda Ramazon oyi munosabati bilan ehson dasturxonlari yozilib, iftorlik marosimi o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida o'tgan iftorlikda ishtirok etdi. Marosimda Prezident Shavkat Mirziyoyev yurtdoshlarimiz va jamiki musulmon ummatini Ramazon oyi bilan tabriklab, keyingi yillarda diniy, ma'rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan ishlarga alohida to'xtaldi. Aziz do'stlar, sizlarga ma'lumki, so'nggi yillarda milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ularni zamon talablari asosida rivojlantirish bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Xususan, islom dinining insonparvarlik mohiyatini chuqur o'rganish, buyuk tariximiz va madaniyatimiz durdonalarini, ulug' allomalarimizning boy merosini to'plash va keng targ'ib etishga alohida e'tibor berilmoqda. Ana shu ezgu maqsad yo'lida Toshkent shahrida bunyod etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi O'zbekistonda ilk bor amalga oshirilayotgan ulkan ilmiy ma'naviy loyiha sifatida mamlakatimiz va xalqaro jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu markaz necha ming yillik taraqqiyot yutuqlarini o'zida mujassam etib, islom sivilizatsiyasi yurtimizda aynan ilm-fan, ta'lim-tarbiya, madaniyat va ma'rifat asosida rivojlanganini tasdiqlaydi. Bu maskan biz uchun nafaqat o'tmish yodgorligi sifatida, balki xalqimiz, yoshlarimizni kelajak sari chorlashi, buyuk kashfiyotlarga ruhlantirish bilan ayniqsa e'tiborlidir. Xabaringiz bor, ulug' vatandoshimiz hadis ilmining sultoni Imom Buxoriyning Samarqandda barpo qilinayotgan muazzam majmuasi qurilishi ham jadal davom ettirilmoqda. Bu yerda buyuk ajdodimiz hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan muzey va ilmiy dargohlar bilan birga 10 ming kishilik masjid ham bunyod etilmoqda. Nasib etsa bu yil ana shu ikki muhtasham obidani Islom sivilizatsiyasi markazi va Imom Buxoriy majmuasining ochilish marosimini barchamiz birgalikda tantanali ravishda o'tkazamiz. Ayni vaqtda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi binosi qurilishi yakuniy bosqichga kirgan. Uning ichki mazmuni tashqi go'zalligidan kam bo'lmasligi kerak. Mahalliy va chet ellik olimlar, din va madaniyat arboblari, ekspertlar oxirgi yarim yil davomida markazning yangilangan konsepsiyasini yaratdilar. Ular tomonidan 800 dan ortiq loyihalar tasdiqlandi. Islom sivilizatsiyasi markazidagi Qur'on zali hozirdanoq hamyurtlarimiz, ayniqsa chet ellik mehmonlarda katta taassurot uyg'otmoqda. 20 ga yaqin mahalliy olimlar va 15 ga yaqin xorijiy olimlar Qur'on zaliga bog'liq loyihalar ustida qizg'in ish olib bormoqda. Bu loyihalar ichida shaxsan mening loyiham bor, ya'ni Amir Temur Qur'onini qayta ko'chirish, ya'ni tiklash loyihasi. Bu o'sha Amerikaning Metropolitan muzeyida ikkita sahifasi saqlanadi. O'sha ikkita sahifasi asosida, ya'ni to'liq Qur'oni Karimni shakllantirish vazifasi yuklangan, ya'ni sof qog'ozlarda ishlatish va kamida 1 kilo tillo ishlatilyapmiz. Unga umri 500-600 yilga yetadigan darajada siyohlardan foydalaniladi. Markaz ekspozitsiyasini shakllantirishda sivilizatsiyalar, shaxslar, kashfiyotlar konsepsiyasiga qat'iy amal qilinishi kutilmoqda. Markaz muzey eksponatlari yordamida emas, aynan shaxslar va ularning kashfiyotlari orqali aks ettirish ko'zda tutilgan. Shunday shaxslardan islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan, mustabid tuzum davrida qarshilik va ziddiyatlarga qaramasdan ma'rifat va ziyo ulashgan Eshon Boboxon ibn Abdu Majidxon, Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon kabi ulug' ulamolar bo'lib, Boboxonovlar sulolasiga O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasining O'zbekiston 20-asrda bo'limidan alohida joy ajratildi. Eng bu yerda muhimi, butun avlod nomidan Islom sivilizatsiya markaziga 400 dan ortiq qo'lyozmalar, tosh bosmalar berilgan. Bu kolleksiya noyob kolleksiya. Men bilishimcha Islom sivilizatsiya markaziga berilgan eng katta kolleksiya hisoblanadi. Markaz konsepsiyasini takomillashtirishga qaratilgan loyihalar 3 bosqichda amalga oshiriladi. Bu ishga 4000 tadqiqotchi, 112 ta tashkilot jalb qilingan. Loyihalarda 60 dan ortiq mamlakatdan 600 dan ziyod xalqaro mutaxassislar, ekspertlar ishtirok etmoqda.